Orif bitta narsa aytmoqchi edim. Endi aytaman, shartnomani tiyilib turdim, chunki har qanaqa natija u gaplarga ta'sir qilishi mumkin edi. Muxlislarning tashrifi qanaqa og'ir kelishgani, ularni oxirgi kelgan o'sha Andijondan kelgan ultrasni aylantirib so'nggi minutlarda olib kelishgani, jurnalistlarni, ba'zi hamkasblarimizni qaytarib yuborishgani, nima hunarlar ko'rsatmadi bu arablar. Lekin aynan yoshlarimiz Saudiya Arabistoni maydonida qahramonlik ko'rsatib, 9 ga 11 o'ynab Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishganda, Osiyo chempioni bo'lishgani kabi akalari bugun ramziy ma'noda mana shu muxlislar qarshisida Amirliklarda, Abu Dabisida qo'lga kiritishyapti. O'sha kichkina stadionmi? Mana endi ziyoratgohga aylanadi. Har doim kelganda Oqmatishni tomosha qilib ketadigan muxlislar endi bu stadionni ham ko'rib ketishadiki, shu stadionda bizning terma jamoamiz mazza qilib Jahon chempionatiga chiqqandi deb. Voy, Orif intervyu berganimda juda ko'p men 0-0 degan hisobga yopishib oldim. Nega deganda, mana shunaqa 0-0 lik hisob bularga qattiq botardi. Bularni ezardi, azoblash xizmati bo'lardi. O'sha 0-0 uchun dunyoda birinchi marotaba men 0-0 ga xursand bo'lyapman. 0-0 ni sharhlaganimdan mamnun bo'lyapman. Davrondan keyingi baxtli inson bo'lsam kerak.